Adeta balam bilan bilim alsammı, singlismikin dep qoldim. Qanağın aldıqanlar bir, alam qalıb amı 8 bilsinlar. Bahardek hayatta hoş bulup uysam, dostlarım samada açtı bağrını. Lalizar bağlarga şebnemde konsam, xilvette nur bulup çaxnattı beni. Kimdeydi kızlarının dostu bulmazdı, bunçide dostlarım durdu ora. Kömüldün kömülge yol var cahanda, gülli gül hergiz muqilmaydu xara. Dostlarım tillerde değilim haçırak, ularga dilimden köyde pırak. Kuşlukum hasredim ular bilen ten, bizlerge koy nizam yirakdır yirak. Kimdeydi kızlarının dostu bulmazdı, bunçidek dostlarım turdu ora. Kömüldün kömülge yol var cahanda, gülli gül hergiz muqilmaydu xara. Kalbimiz abdatdek yoruq bir gubar, menziller köygiden küçümüz patar. Biz yundaq dostlarmiz, yolduzdek yanğan, el yurtqa mehrimiz selkebi akar. Kimdeydi kızlarının dostu bulmazdı, bunçide dostlarım turdu ora. Kömüldün kömülge yol var cahanda, gülli gül hergiz muqilmaydu xara. Kimdeydi kızlarının dostu bulmazdı, bunçide dostlarım turdu ora. Kömüldün kömülge yol var cahanda, gülli gül hergiz muqilmaydu xara. Kimdeydi kızlarının dostu bulmazdı, suyumlik dostlarım turdu ora. Kömüldün kömülge yol var cahanda, gülli gül hergiz muqilmaydu xara. Programımızın tajdarlıqını her millet hanım kızlarımızdan yaxtırışıga erişken Nazım Kız Yürüyüşü kırım buyumları öz üstüge aldı. Aysen Doğrugerlik şirket programımızı alayda qollagan. Nehmet Kahvesi programımızga hemkarlaşkan. Programımızın çempiyonluk mükafatının tarqıtışını Əmin Altınları öz üstüge algan. Şinjan Fenşin Medeniyet Tarqıtış şirketi programımızı işleşni öz üstüge algan. Mayli siz karxançı bulun yoki savdogar bulun, öz ticaretingizni eng kasbiy holatda bevosita ko'rsatib, mal setish bilan bog'lab, davrga moslashib mang'ingiz bo'lsa, Fenshing Madaniyat tarqitish şirkati sizdan eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Taqdirim
Ayrıydın umi menden uzakka. Ay biz oqa vaqtlarda Arling arda bir yataqlar batdı ya. Men o çağda Ürümçi doğanki uyum faqat yataq yatqızmaydı şu dadam apam yol. İcadiyat kes, usul icadiyatçiligi tolumı bek tez kesip men bana bir ömür ügünüş kıldım. Mübarek olsun. Ekran aldırıki qadrli görmələr, süyümlük tordaşlar, şundaqla öz arzusu üçün tınımsız ızınıvatqan iradilik yaşlar. Körüvatqınыңlar Nazım Qız tajdarlıqıdaki tordaşlar çoğun sehnis programısı. Güzellikni suyuduğan, güzellikki iltirildiğen barlıq dostlarımızdan aldığın talışı yanıla Nazım Qız yürüşlük qırım buyumları. Tordaşlar çoğun sehnis programımız həmimizдің sehnisi. Keyinki ayrımızın təklif qılımız qını mərhəmət. Ben Sehrigel Abdicel, ben kichikimdan başlapla sehrgarlikka qiziqatdim. Hamda ota-onamning madad berishi yaqindan qo'llashi bilan bu qiziqishimni hozirgacha davomlashtirib kelaldim. O'zimning bu natijasi o'zim to'g'ri talaylik his qilaman. Xaltas bir sehrgar bo'lish uchun texmi o'zimni yangilash bilan birga qisqa film orqali o'zimning sehrgarlik mahoratini keng to'rdoshlarga ko'rsatdim va yaxshi baholarga erishdim. Men bu sahna orqali keng to'rdoshlarga o'zimning texmi yaxshi natijalarimni ko'rsatish bilan birga o'zimga yangi bir qadam bosishni o'ylashdim. To'rdoshlar sahnasi hammamizning sahnasi.
Yaxshimi? Yaxshi. Kattalarni harakati men bek. Voydan uçup ketdi, lekin kaptalarni ketgan uqmadim. Atiyaq keynsakda siz bek japolatdingiz. Siz bir so'g'at keldim shuni berdi ya. Yo'q, ajab yaxshi. Mushu intayin sirliq bir so'g'atmi shu men uchun. Kattalar shuni ichida emas-ku. Yo'q, bir shu. Ichimlik Tutam bundan birimiz kan belkim neyçi lazım şunda ko. Bomsa neyçiniz mana. Bek qisqa bu. Qisqima? Ha. Sergel olan ki men yo'g'ansam bo'lamda. Yo'g'antib beri. Yo'g'un lazım shundaqmi? Ha. Yo'g'unma? Kuchida bordi shu yo'g'inni. Yo'g'unma? Ha. Bo'ldi, chetayib qaranglar. 3 2 1. Mana. Cho'ng deganga to'y qilsatdingiz-ku. Rahmat, bu qiziqchilik. Hay rahmat. Men ichimlikni men bo'ldi. Hay rahmat. Hay yon kattalar orasida harakati men kayni sekinda o'tirib javobda Jalolbek diqqat qildim. Zodi nadidu deb, nay qichib ketgandu deb. Bu kaptalarning maxfiy. Maxfiy ham demaysiz-ku, lekin ham hozir yo Səhtindən hamma yer qaratdım. Mən faqat kaptani ko'ramidi. Qayslar ko'rdinglarmi ya? Sizlarning inanladingmi kaptalar? Ay topolmadim. Men mush bak yuchuq izlab ketdim-da. Ba'zi inson degan bak qusur topidan olib ketimiz-ku. Amaliyotda huzur topsaq yaxshi qusur topqicha. Lekin mush qusur tepib bir bilvasam bo'ladi desam, mush kiyimlaringizning ichidimi deb bak o'ylab ketparman bo'ldi. U savollarga javob topmayli. Chunki sergarlikning bir sehriy kuchimish edi deb o'ylayman. Ammo o'zingiz mush kasb bilan shug'ullanayotganingizga, maxsus sergarlik kasb bilan shug'ullanayotganingizga 6 yil bo'ldi, shundaymi? Men sergarlikka qiziqqani, boshlang'ich 3-yillikda qiziqqan. Qiziqqanimga 2 yil bo'lgandan keyin bu kasb kirishib, o'rganib 2 yil o'rgangandan keyin dadam bizning men Mo'ng'ul ustozim Chawbatar deb yana keyin Shinjongdagi Chanxu Mo'g'an tandan serik boshliqi. Shuningga ustoz tutib berdi. Men maxsus sahna sergalik o'rgangan uzoq bo'ldi, lekin mushta bir sahna sharoit yo'qdi, men mushta qilib birgan. Oxir bigan mishan tip kelib oldim, saqsalam. Sizdan xo'shlan. Hozir asosli kasbingiz shu sergarlik bo'lib qoldimi yoki buni qo'shimcha apmayapmisiz? Asosli maktabda bir yoqdan o'qig'ach, bir yoqda sergarlik qilib kelyapman. Ondan keyin qo'shimcha to'ra o'ynab qo'ymadim. Shu to'rda o'zimning sergarligini qilib bermay, oddiy xo'shallarlik kasbda o'ynaydigan narsalarni to'ra bilgan chiqirma, aytsa uni o'gitib qo'yma. Undan keyin baxo'shu ketadi, hali ani o'gitib qo'y, mani o'gitib qo'y deydi. Shunday qilib xeyli finsim yig'ib oldim. Chiq odamlarning yaxshi ko'rishiga erishdim, shundan bilan bu sahnaga kelib qoldim. Mening to'r betimda hozir 100 taldan chiqaroq sergarlikni o'gitadigan ishbinlar bor. Qancha o'shasi bittilla yaxsiz qilib chiqarayotgan. Deb beramsiz maxfiyatligini? Asosiyatdan o'gitayotgan sergarliklar turmush bo'yimizda intanmish turmush bo'yimlar bilan tanga, qart, qalam, potulka, qog'oz degandek narsalardan o'ynaydigan intan qiziqchilik bir o'yanning turidagi bir sergarliklarni akasam, bir kun bir odam xushal bo'lsa, u kelib uni xushal qilsa, bu dunyo texim xushallik bilan to'lsa, men xush bo'laman. To'g'ri. Rahmat ustozlarmu nayta hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Sehrgarlik deb ismida chiqib turdi. Sehrlik olma. Bu ne endi bir hunar. Bu bir san'atning bir turi. Siz bugun mana nayta yaxshi o'yindingiz. Qarang. 3 tane 4 kapta o'qatim jami. Ras kapta rasiq nesli qurganda kaptada qushqachni sal yo'qroq kapta. Hozir kaptalar yo'q bo'lib ketib to'g'odi. Aş kaptalarni ko'ndirmak o'ng'ay emas, tudiga turdi. Bu uchkasi oyoqlar ketqasqana qildi. Men tutmasam qana qildi, ha. Hozir adamga gap anglatamayotgan zamonda bir ashtaq bir qushqa gap anglatmoqning o'zi o'ng'ay emas. Ustamdan tayoqning nurg'unni yegan, uni bunda dedim. Mush bugun kungacha ashu hunarni mush sahnaga chiqib, tomoshabinlar ko'rsa men bu to'rdan taqaydi-ku. Bunda qilmoqning o'zida men inim az jafo chekmagan. To'g'ri, ha. Jiq jafolarni tatib, jiq jafo chekdingiz. Sizning maqovatga ishingizni qilganim bek oz hozir. Siz davomli tirishing. To'g'rida yana mushu hunaringizni texmi rangdorlashtirib. Rahmat ustoz. Lohiymi, asarlarni ko'rdingizmi? Qayshuda, ha? Shuka. Men bu yetimda qarab to'nib oldim. Bu men qayshud bek jiq ko'rgan. Ilqimda qaysudagi zo'pinglarda ilqimda ish harakatlari bo'lsin va yakimda qavatgan ilqash. Bek diqqat qildim. Kiyinish, narsaga bu yerdan qarab bek to'nish shumi emasmi deb xiyol qildim o'zi shuga. Muborak bo'lsin, yaxshi qildingiz. Endi bu sergarlik degan endi qo'l suratni talab qildi-da, endi surat. Bek ichki bilan qilmasa ko'rib olamiz.
Bak kepte yok. Görev üçün közümüz göremedi o. Şu ha. Görüp algan bolsak biz dedik ha ustaz. Görev algan değil mi? Begel tez süratini talep kıldı. Yaxşı oyundana siz Quayshow degensiz. Men oyunga qaraganda Quayshowda yamanroq azroq. Sizni men qattiq yo'layman aqdim. Juma. Rahmat, tirishing. Rahmat. Hasiyetide Alqam şükürler. Celil Fukam mübarek olsun. Hem biz nurgun keçiliklerde, meyli özümüzden, meyli iştikiri ölükünden, nurgun keçiliklerde çokum mu şu serikten bir türü bağlı bağı. Lekin bizden Şinjan Televiziyası'ndaki keçiliklerimizde tehi ma türdeki serikni biz sahneге açık bakman. Abayınızı görüp ben turup lan bir ekranda görüp atkan bir keyfiyet kep kaldım. Hem de mening deydiganim siz egerde bugün bizningki Nazım Kız To'rdaşlar cho'ng sahnesida keng xalq ommasi bilan tunji qatam didarlashgan bo'lsangiz, uningdan burunki Doyin, Quayshow, amma mush yoshdagilar shuni ko'proq o'ynaydiganlar ko'ribdi ekan. Shaxsan men ko'rmabdiman. Demek siz yanımı texim nurgun tomoshabinlarni o'zingiz jalb qilish uchun bizda yani nurgun sahnalar var. Şinjan Televiziyası'nın nurgun keçilikleri var, nurgun sahneleri var. Agarda xohlasangiz buningkin men cho'qim yordam qilib sizningki teximi ko'p sahnalarda chaqnashingizga yordam qilaman. Rahmat ustaz. Teximi tirishib, teximi nodir asarlarni sahnaga chiqaring. Rahmat. Artık gap yok. Güzel. Bek peyzi. Ustazlar dep boldi. Bu da qısanda texim yaxşı numarını eklişingni chin ko'nglimda umid qilaman. Tayyorlik qil. Rahmat. Lekin bugun sizning mahoratingizni ko'pchilik shunchalik e'tirof qildi, mana yuqori baholarga erishdingiz. Endi ustozlarni tanlaysiz. Abdujalil. Başqa iş oldu. Hem ustazlar şunda yaxşı görmez amma. Mening tanlashim Alqamam görüp. Hasiyet ma'lumlarning gruppasi shundaqmi? Hasiyet ustaz Alqamjonlarning gruppasini tanladingiz. Endi sizni tanlamamdu degan bir masala bor. Hasiyet ma'lum. Muborak bo'lsin. Qani, marhamat. Abdujalil, teysan programlarımızda teximi köp kaptalarni ko'raylik hamsa. Mening bu sahnaga kelishimdagi maqsadim bo'lsa, men sergelishni intan yaxshi ko'radim. Lekin boshda namoyon qilgan bir sahna pingtay yo'q. Men bu sahnada o'zimning orzu armonlarimni ishga oshirg'im keldi. Keyingi bayramimizni taklif qilamiz, qani marhamat. Programımızın tajdorligini har millat xonim qizlarimizning yoqtirishiga erishgan Nazım Kız Yurishli Kırım buyumlari o'z ustiga oldi. Aysan Doğrugarlik şirketi programımızı alayda qo'llagan Nehmat qahvasi programımızga hamkorlashgan. Programımızın chempionlik mukofotini tarqitishni Amin oltinlari o'z ustiga olgan. Şinjan Fansheng madaniyat tarqitish şirketi programımızı ishlashni o'z ustiga olgan. Mayli siz karxanchi bo'ling yoki savdogar bo'ling, o'z tijoratingizni eng kasbiy holatda bevosita ko'rsatib, mal setish bilan bog'lab, davrga moslashib mang'ingiz bo'lsa, Fansheng madaniyat tarqitish shirkati sizdan eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Men Qaysar. Mening hayotim xuddi bir parcha nafis sızilgan rasm o'xshaydi. Men naqsh etishga, gitarchilikqa, rasmsiz qiziqman. Hamda o'zimning to'y marosim planlash ishxonam bilan oddiy turmush kechirib kelyapman. Her bir qiziqishim menga o'xshamagan shug'ullarni olib keldi. Do'yim moda bo'lgandan keyin men bevosita ko'rsatish qilib, rasm sızib turdashlarga setib berdim. Lekin bir mezgil naqsh muzikani tashlab qo'ydim. Amaliyotda men hammadan bek naqsh etishni yaxshi ko'raman. Chunki naqsh etganda o'zimni shundoq erkin, haqiqiy chaqnagandek his qilaman. Bu sahna orqali naqsh etish orzuyimni davomlashtirishni umid qilaman. To'rdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi.
köngül vermeymen Sizdenimden büleke Sizdenimden büleke Gülle çılgan şu bağda Nadan kemiz şu çağda Nadan kemiz şu çağda Düşenmeyor kadrini Biz kaldık bugün dağda Biz kaldık bugün dağda Düşenmeyor kadrini Biz kaldık bugün dağda Biz kaldık bugün dağda Seher durup to'latsam G'iriblangan shu unga G'iriblangan shu unga Chiroq hamroh bo'ladi Seni o'ylagan tunda Seni o'ylagan tunda Chiroq hamroh bo'ladi Seni o'ylagan tunda Seni o'ylagan tunda Ko'z yashib daryo bo'lib Yig'lasam qizil gulga Yig'lasam qizil gulga Yar dardingda avara Bo'ldi yuragim pora Bo'ldi yuragim pora Erig'ning ichidan Terib oldim majonni Terib oldim majonni Ayda yılda bir kelib Sen alamsın bu canni Sen alamsın bu canni Zılgıtır esin çay Küçük bunlar men buldum Küçük bunlar men buldum Yarutum şaman iken Acep divan men buldum Acep divan men buldum Yarutum şaman iken Acep divan men buldum Acep divan men buldum Tordaşlar çoğun seknisi programımızga mana muşundaq mayırlar qatnaşdı emasmi? Allohga naqsh etib rasmsiz alamsiz? Yo'q, menchi bo'lsam shu qalini birli vaqt ikki ish ishlatkiolmaydi meningcha. Shtaq ustoz a? İşletdi-ku mana. Shu mening imzani keyin da'vatimda mening ishlamaydi o. Meni ishlamaydi deb qo'ying. Tasa. Rosa qiyinlik darisi To'g'ri. yuqori. Tordaşlar çoğun seknisi programımız qatnaşqanlar mana muşundaq birli vaqtning ichida necha ishni shunday yaxshi qila oladiganlardek xuddi bizning Qaysar inimizga o'xshash. Bir salom beraytammi Qaysar? Uningdagi Fransiyalik qanifkam. Yaxshimi mishadiki barliq ustozlar, ikraldagi ko'rmanlar, hammalarga Kamin Qaysarning o'tliq salom, oliy ehtirom. Men o'zim Qashqardan keldim. Bu yil 29 yosh. Bu shu rasmni o'rganishdan burun shu muzika ishtiyoqim bo'lgach, har xil milliy sozlarni degandek gitar, shularni o'zim mashq qilib kurslarga kirib o'rganib degandek. Ya buningdan voz kechamay, ya muzikadan voz kechamay, mushta kitib borman. İkisidan ham ayrilib ketmay shundami? Ha. Bo'pti, ikkisi bilan tang muhabbatlashib Ha, bulamda. Hamda Qaysar boya o'zini tunishtirdi. O'qigan kasbi rasm shundaq u. Ha, rasm kasbi kichigidan boshlablam naqsh muzikani alaydi yaxshi ko'rdi. Uningdan boshqa hozir quvvatqini bo'lsa, to'y mulozimat markazi. Ha. Qancha vaqt bo'ldi bu? Hozir maktab tik vaqtimda boshlagan hozir 3 yil bo'ldi.
Qanday hozir taraqqiyotdi? hozir yaxshi. Hozir unda bo'lsa, mushu kasblarning ichida qaysining iqtisodiy kirimi sal jiqroq? Qaysidan kirdigan iqtisodiy kirimimiz sal jiqroq? To'y bezakchilikniki. To'y bezakchilikdanmi? Ancha jibo qilaman men do'yinda. Shuningki degandek. Hozir resim chizib 3 yil tangalib menyapman. Unda bo'lsa jiboda mushu rasm chizib, rasm naqshiyatqach resim chizib degandekchi. Naqshamni aytib tunishtirib meda alqamada resim chizma debchi. Unda bo'lsa jibodimi bir tarafdan naqsha etqash, bir tarafdan rasmsiz shundami? Voy, hozir men sizga rasmingiz shunda yaxshi chiqibdi. Endi men buni bir hiliqim dal-daraxtlar deb o'ylasam bo'lamdi. Bo'ldi. Men oqni bulutlar deb o'ylasam bo'lamdi. Ikki taraf daraxt, ost taraf suv. Vaqt qisqachiligida shu ulgurmay qoldi. Odatda maybiyoq yoki dubiyoq rasmlar bo'lamdi. Biz ba'zi rasmlarga 1 yil vaqt ketadigan rasmlar bor. Andan keyin tiz bitkizdik degan taqdirdami shu 1-2 kun eng tiz bitganlari. Men endi vaqt munosabati bilan mushtarak chiqib qoldi, ham ko'ngilga chiqmay qoldi. Shu qandoq emas? Shundoq chiroyli chiqdi, undan boshqa bizga bir badiiy zo'q ato qildi. Bulutmi bizga ba'zi rasmlar qarab tushunamay qolmamizgo, ma'nisini, lekin o'sha rasmlar bek qimmat etildi-ki. Sizning eng qimmat etilgan rasmingizning bahosini bilsam bo'lamdi? 20 ming. 20 ming. Yaxshi. Eng azini-chu? Azini shu 2000 ko, 3000 ko atrofida manzara rasmlar. Odatda aniki rangli rasmlar 500 ko, 1000 ko atrofida. Agar hozir meni bir siz bering desam, necha pullar? Sizga siz birman. Siz ajab yaxshi men programma qatnashganning foydasida mana. Chaq-chaq. Endi o'zingiz bir qancha kasblarni yaxshi o'rganibsiz, ham o'zingizni yaxshi ko'rdikansiz. Hammasida xil yaxshi natijalarni qo'lga keltiribsiz. Endi programmamiz qatnashishdagi maqsadingiz zodi rasm kasbida taraqqiy qilishmi va yoki naqsh o'rinlash kasbdimi va yoki to'y bezakchilik ishlarini texmo ko'p do'stlarimizga bildirish, tashviq qilish uchunmi? Mening asosli maqsadim bu musiqa kasbini men tashlab qo'yg'ili hozir hisobda ish kuchliligim bo'lib qoldi. Eng qiziqadigan kasbim lekin endi turmush ehtiyoji bilan men o'zim Urumchi turyapman. Shu endi o'zimning turmushini qamdash uchun shu boshqa kasblarga bilan shug'ullanib degan ashta elib mangdim. O'zimning maqsadim endi men eng havas qiladigan burundan tatib o'rmatadigan ustozim Dilshod Rayli ustozdi. Chosh qarab putinglar balkim. Şuna kichikimdan to'xtamış Dilshodkam eli itot o'ynaydi ekan, eli dutta chaldi ekan, eli dumburum chaldi ekan, gitaram chaldi ekan. Kichikimdan ashta qiziqatdim. Shuning bilan o'zim shu chaqdan boshlab el duttani islab boqman, eli gitarga, el naqsh o'qib boqman uyda. Dadam deb ketdi. Balam, o'qiyolgan deganda senlarga chiqib o'qib boq, lekin qo'rqdim. Hozirgacha qo'rqqachqa hech qanday programmada qatnashishga jur'at qilmagan. Bu da o'zimga bir jang e'lon qilib boqay degan niyatda o'zimning shu musiqadagi taraqqiyotimni taxmin ilgari suray degan niyatda keldim. Cevap beraylik. Men bek ta'sirlandim. Haqiqatan shundoq tuzandi bir ustozni yaxshi ko'rgan vaqtimizda bilib bilmayli mehliya bo'lib qoldik ekanmiz. Mana ustozninki naqsh sohasidagi shu buyuk natijalardan boshqa chash fasonlargacha kuyibdi-da mana. Shuni mehliya qilish desak tamoman bo'ldi-da. To'g'ri. Bugun mana o'zingizning arzu-armonlaringiz bo'yicha programmamiz qatnashdingiz, yaxshi ko'radigan naqsh kasbingizni sahnimizda namoyon qildingiz, hamda o'zingizning o'rgangan rasm jihatdagi mana shu bilimingizni bizga ko'rsatib berdingiz. Endi ustozlarimiz nima deydigan naqshnimi yaxshi aytdingiz deb o'ylayman. Men endi kasbingiz emas, faqat bir riyosatchi bo'lish sifatim bilan yaxshi aytdingiz deb o'ylayman. Qani ustozlarimiz nima deydigan Qaysar inimiz uchun? Qaysar inim sahnimizga xush kelibsiz. Qarşılaymiz. Bu talantingiz hammamizni hayron qoldirdi. Memnun bo'ldik. Bu naqsh etib turib rasm chizish. Men kichik vaqtim burun naqsh etib turib mozdozlikqa qoldim ko'rgan. Naqsh etib turib mujohidlikqa qanday ko'rgan, bu naqsh etib turib rasmimizni qanday birinchi qilib ko'rdim. Biz hammamiz birinchi qildim. Birinchi qilib ko'rdim. Bir ish kitib, daraxt, bir manzar, bu naydi. Adam bunda qarsli bir o'yg'i sag'idek bir yerga olib urdi. Adamchu bir yerga olib urdi rasm. Bir xiyollarni qilg'izdi. Naqshni, naqsha xalq naqshi. Adıyla bir koblet ahang o. Ya evcisi yok, ya başka özgürüşü yok. Avazım şundak yaxşı. Avazına ait fıraklık, naqşına ait fıraklık yaxşı oldun. Hem de bayatın Loha efendime dedi. Bir
ishni bir mingini ikki bölmek bir vaqtning ichida yo rasm chizishingga ta'sir etadi yo naqsh etishingga ta'sir etadi. Demak hozir bayatni sen rasm chizishingni biz mayatib ko'mdik, chizayotganingni ko'rdik. Naqshani oldik-da, shunday froq shivilarni shunday yaxshi egallabsan, ovozing bak yuqori chiqamda yo bak tuvan chiqamda, uni men naqsha bak ifodalab beramidi. Gapning rosti. Naqsha oddiy. Xalq naqshi birlik ko'plik ahang. O'zgarishchilik yo'q bu naqshning. Ammo buningdan bir nima qalaymiz deganda, o'sha xalq naqshiga bo'lgan ishtiyoqing hamda uning froq shivilari, garchi naqsh oddiy bo'lganlar, froq shivisini ajoyib chiqdi. Rahmat. Shu naqshni turib, men rasmni sizib mayaqmiz ko'rsatgan tan qoldim. Haqiqatan mustaq ko'p qirliq bir yigit ekansan. Buningdan keyingi sening o'sha san'at hayoting deymiz endi. San'at hayotingda birini nuqta qil, birini mo'yim, qag'inni shaqshonba. Bir daraxtning o'q shayx bo'ladi, qag'ini. Uni bezaydi emasmi? Bir jushingo deymiz, o'q yiltiz, bir muqim bir narsa bo'lishi kerak. Ya naqshida, ya rasmda. To'g'ri, ha. Birini muqimlab, qag'inni qo'shimcha o'zingni qiziqishiga qarab, unimi tang taraqqiy qilib mansang bo'ldi. Bo'ldi. Endi menimcha hozircha mening bunda siz sening o'sha rasmdagi talanting biroz ortiqda qilib turdi. Ko'rinarlik, ha. Ko'rinarliroq turdi qolgan nimadan. Endi sening dutorchilik, gitarchi nima qilganingni o'ylab ko'plik ish qilib o'sha ro'ying bizni ta'sirlantirdi. Hammamiz bu yerda qarsam baliq ustozlarning hammamizni aytib qilib chiroy shaklda bilgan oldu. Shunchalik yaxshi bir sepsal desam o'dachi qoldi. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qaysar inim cho'qim to'g'ri qabul qildi deb o'ylayman-da. Qani, boshqa ustozlarimiz Ma rasmingizni bak yaxshi chizibsiz. Mening tavsiyam naqshni aytsangiz bo'ladi, o'zingiz yaxshi ko'rgansiz. Masalan, do'stlar yig'ilishlari, u bu faoliyatlarda, lekin ma sizningki haqiqiy oliy maktabda muntazam sistemli tarbiya olgan kasbingiz bo'lgan ekan. Shuni ching tutsangiz bak yaxshi bo'larmikin deb o'yladim o'zimcha. Ma'qul, rahmat. Tabriklayman sizni. rosa. Men boya nimsizaydi ekan deb shunchalik qacha o'ra deb. Yaqcan, shu cho'ng ustozlardan birsini sizaydi, yaxshi gulshadam sizaydi degan. Vaqtchi program qatnashganlar ishda qildingizmi? Lekin va Qaysar o'zining yaxshi ko'rganini bilsin sizda. Ya'ni hech qanday qilib. Demak, bizni yaxshi ko'rmaydi. Ya, sizlar yaxshi ko'rdingiz. Unda gap yo'q. Lekin men sizga rasmim bek yaxshi ko'rdim, hamda naqshiga men gap qilaysam, menda qaysarchilikmi etamaslik mumkin. Rostga. Shunga da cho'ng ustozlarning fikrini anglab, nim qildim. Yo'q, to'yim lozimata qilmadingiz. Lekin men ashdan qo'llayman-chi. Shaxsan cho'ng ustozlarni dedi, rasm ching tutdi. Rasmni ching tutish kerak rost. Oliy maktabda nimni o'qisa, shuni qilish kerak. Lekin nurg'un bola qilolmaydi. Balkim ba'zan asosi ojiz yoki uni yaxshi ko'rmay berib qolgan bolalarmi oliy maktabga oz emas. Shunga jamiyat chiqqandan keyin nurg'un bola o'zining yo'lini topolmaydi. Uni qilib boqdi, buni qilib boqdi, hammaga so'qilib, shuni beshini yeb, oxirida mag'lub bo'lib ketdi-chi. Jamiyatdan zarlandi. Asli jamiyatdan zarlanish kerak emas. Qaysarmi rasmda o'qitdi, to'y mulozimat qildi, hozir jubo qilib, rasmlarni setibdi, to'y mulozimatda bu uningda o'qimagan. O'qimay turib shu yo'lni topdi, shuningda iqtisodiy qimmatni yaratdi. Ma bir utuqchi. Hamma mushtaq oddiygina olsa, mushtaq utuqlarni qo'llayman, men bek yaxshi ko'raman. Sening cho'qim shu olaylikingda utuq qazishingni umid qilma. Rahmat. Biz ilk boshlang'ich maktabda o'qigan vaqtlarimizda, o'qitgan vaqtlarda ma'lumlar, san'at o'rganinglar yoki bir xil chalg'u chelishni o'rganinglar deydi. Am nimishqa deganda bizning shu zehnimizning ichilishiga foydasi bor ekan emasmi? Shuning uchun naqshni davomli aytavering. Mayli, chalg'ularni chelavering. Eng muhimi zehningiz texmi ijilib, mushu texmi yaxshi asarlarni vujudga chiqarishimizga foydasi bor ekan. Qaysar inima. Unda bo'lsa endi ustozlarni tanlaysiz. Endi hozir bu qandoq bo'lib ketadi, bir xil jiddiylashib ketib borma. Hozir endi yo naqshni tanlash kerakmi? Yo bu rasm tanlasin deydisan. Rasm o'qituvchisi yo'q. Men misha kelishdim burun o'zim o'ylashgan, o'zim ishchimdan agar yaxshi ko'rmaydigan bo'lsam, muzikani mo hozirgacha ilib olmaydim. Tashlanib qolgan bir tashlanib qoldi, lekin ishchimda osh o't yana bor.
shu o'tni texim ulg'aytgan bor. Mening ham shu orzuyim shu Dilshod Raydinkan bilan shu Lavxeyning yetakchiligida muzika ishlarimni, jibo ishlarimni taraqqiy qildirsam degan o'yim bor. Endi Oh. Kaysar bundan keyin bayatında da Lavxey efendimning sahnesida, ha? Şu nakş etiş ve şu resim sızaş. Hem bunu da başka başka talantlarına cari kıldırdığına bir fırsat izdiatıdı. Endi ben bu keserge şu nakşı müzika sanat cihetki şu tarafiga ben biraz talim verip şu cihetin bilgilerimni öğretişke hemen tayyor turibman. Bizning gruppa bo'ladi. Tamamen bo'ldi. Rahmat. Chechib meniga o'xshaydi emas. Unda bo'lsa kelishdikmi? Bo'ldi, ashtar bo'ldi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin keyin qitimliq musobaqalarimizda texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilamiz. Aldı tayyorlik qilganchaqda o'ylaganlarim sal ko'payrakdi, lekin o'ylagaanlarimning hammani chiqarmay qoldim. Bu daqadımlıq müsabiqədə texim yaxşı qilish tirişman. Keyingi mayrimiz saytimizga marhamat. Programmamızın tajdorligini har millat xonim qizlarimizning yoqtirishiga erishgan Nazim qiz yurishi kirim buyumlari o'z ustiga oldi. Oysan Doğrugarlik şirkati programmamizni alayda qo'llagan. Nehmat qahvasi programmamizga hamkorlashgan. Programmamizning chempionlik mukofotini tarqitishni Amin oltinlari o'z ustiga olgan. Xinjiang Fansheng madaniyat tarqitish şirkati programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Mayli siz karxanchi bo'ling yoki savdogar bo'ling, o'z tijoratingizni eng kasbiy holatda bevosita ko'rsatib, mol setish bilan bog'lab, davrga moslashib mang'ingiz bo'lsa, Fansheng madaniyat tarqitish shirkati sizdan eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Men Ranagul, sizda o'zingizga raqobat e'lon qila oladigan jur'at bo'lsa, siz cho'qim hozirgi oltingizdanmi yaxshi o'zingizni bayqay olasiz. Men izchil igilik tiklashni ko'nglimga pukib tirishib keldim. Garchi to'y qilib, farzandlik bo'lib qolgan bo'lsam-mu, hech qachon bu o'yimdan voz kechmadim. Hamda o'zligimda o'rganishni to'xtamay igilik tiklab, o'zimning va'dasini ishga oshirdim. Shundaqla do'yinda foydalanib turdoshlarga o'zimning igilik tiklash jarayonidagi tajribamni so'zlab berdim. Bu men uchun to'liq yaxshi o'sib yetish jarayoni bo'ldi. Men bu sahna orqali igilik tiklash yo'limda davomli oldimga qarab menishni umid qilaman. Turdoshlar cho'ng sahnasi hammamizning sahnasi. O'zim bo'laman. Xo'ylarim yoqmagan bo'lsa hech qisi yo'q. O'zim bo'laman. Gaplarimni anglashni xohlamasangiz so'zlamaymanki, siz yoqtirgan bir ravishda o'z tavshimni buzishni xohlamayman. Turqim ko'zingizga sig'mas balkim. Sizning ko'zingizga yoqsigan deb yasin olmayman. Mayli qandaqli bo'lmasin, siz uchun o'zim bo'lishimga sababchi bo'lgan har qandaq bir ishdan voz kechishni xohlamayman. Balki men qor yoqqanda cho'kimiz yeyishni yaxshi ko'raman. Ammo biror kim bir nima deb qolamdikin deb andiki qarashni xohlamayman. Yozganlarim ham she'r emas. Men ham shoir emas. Men mushundaq yeziveraman. Siz liftga chiqishni xohlasangiz mayli. Men xohlaganim uchun palampay bilan mengayveraman. Men mana mushundaq. Xohlasangiz o'zim bo'lganim uchun o'zligimni hurmat qila olasangiz kelinki, mendan o'zingiz uchun bir o'zgarish kutmang. O'zim bo'lib yashab boqqim keldi. Asli har inson o'z tabiati bilan go'zaldir. O'zi bo'lgani uchun söylüşke haqliqdir. Hay salam dostlar, yaxshimi? Men sizlarning yaqin do'stinglar Ranagul. Nurg'un do'stlar, mendan teringizni nima ishlatasiz deb bek so'rab ketdinglar. Odatda bolam bilan birga mangsam-mu, singlismikin deb qoldim. Yundo'ya kiyvasammi bo'ldi, o'qishgan sizlar deydi. Men uchun nurg'un do'stlar, bir balning onasi bo'lib qolgan vaqtda o'qishdak ko'rishni xohlaydi-ku deyman, shunam emas. Unda bo'lsa bugun sizlarga men o'zimniki teri asrashdagi maxfiyatligimni deb beray. Bilishni xohlaydigan do'stlar bormi yo'q? Agar bor bo'lsanglar, bor raqamini yo'llanglar. Va qaranglar, mana hammasi allakan. Ayollar diqqatchimi? Allarmi teri asrashni yaxshi ko'radigan bo'lib ketibdi. Eringlarning oldida chinib qolmoqmi? Ha, unda bo'lsa, bugun mening sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan mahsulotim bo'lsa, Nazim qiz marketdagi ko'z asrash malhami.
Sizlardan bir sual so'rab boqay. Odatda bizniki yeshimizni oshkorlab qo'yadigan yerni yuzimiz shunam emas. Yuzda eng baldir quruq tushadigan yerchi. Ko'z shunam emas. Undan bo'lsa mana shu bizning yeshimizni oshkorlab qo'yadigan eng baldir quruq tushib ketadigan ko'zimizni asrash orqali texmi yosh ko'rishni xohlaydigan islam yo'q. Yaxshi. Bu maslahatniki roli bo'lsa, ko'z atrof qardosh, ko'z atrof ishib qilish degandek holatlarga intayin yaxshi manfaat qilib beradi. Shu oqshimizda to'la telefon o'ynab, ko'zim yushga ehtiyoj bo'lib qolgan do'stlar, diqqat. Asli basi 158 yam bo'lgan ko'z asrash malhimimizni bugun faoliyat basida faqatla 29.9 mo'janga talishib olasizlar. Faqatla 10 sana alaydi baha. Diqqat, undan boshlandi 5 4 3 2 1. Vah, mana hammanglar nayt yaxshi. Daslatimiz tugab ketdi faoliyatlik. Yana olamsizlar? Ha, bo'ladi. Unda bo'lsa, yana alatdiq deganlar bir raqamini yo'llab beringlar. Agar sananglar jiq bo'lib qolsa, men yana bir qatam faoliyat beraman. Ranagul qarshi olamiz. Qani, salomingizni yetkazib o'tdingiz. Siz bilan bir tunish olaylik. Salom naq maydondagi ustozlar, salom ekran oldidagi suyimli ko'rinman do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti intayin xayrli bo'lsin. Men Shayar qizi Ranaguldan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat. Intayin xayrli bo'lsin mana. Cho'qim bek yaxshi olsun demakchi. Biz sizni ko'rib intayin xush bo'ldik. Ranagul. Bayamda bir deklamatsiya, onun ikinci boday xo numarangizni ko'rdik. Sizningki kasbingizni bilgim keldi. Shundaqla hozir to'rdagi ahvolingizni bilmoqchi. Men hozir to'yinni epmayapman. 27 ming funsiram bor. O'zim bir shirkatniki setish mas'uli. Undan keyin hozir shu to'yindan foydalib to'yinda egilik tiklash to'g'riliq so'zlayman. Shuningdan shu siz nima ish qilasiz deb qo'shadiganlar bor, shularga maslahatlarni setib degandek, shu holatda shu tijorat bilan shug'ullanib menyapman o'zimning. Undan olsa siz kasbiy to'yindan iqtisodiy unum yaratuvchisizda. Lekin ama o jiboni bekki kasbiy holatda jibo qilib boqmadim. Jibo qilmaylik, muqim qilib boqmadim-chi bu joqqicha. Ondan jiboda bunaqa arvo echib mol setib qilib boqmadim. Lekin shu yerda so'zlab, andan ularni shu undidarga qatlab mahalatda menyapman. Unda o'zimiz to'yinki jiboday qo'yayotgan, so'da kirmini, so'dasini yaxshilayotgan do'stlarimizdan kimni bekrak yaxshi ko'rsiz, kimdan bekrak ulgu olsiz? Jiboday qo'yayotganlardan, men o'zim masalan men Nazim qizining nimalarimi, liderlar deymiz, ana boshqa vakolatlarimi asosan jiboday qo'y bilan menyapti. Andan keyin mana shu do'yinga qarasam, men do'yin bo'lgan tushuncham meniki. Ba'zida qiyri apashlarmi jibo qilayotganligini ko'rmaychi. Andan keyin hatto qo'y go'shtini pishirib, masalan qo'y boqadiganlarmi do'yinga filmlarni yo'llab qo'ygan, shu bir yuzinishgan deb endi o'tgan yil boshlab o'ynagan, lekin muqim qilyotganlar hozir 5-6 oy bo'lib qoldi. Lekin buningda yaratgan iqtisodiy qiymatimi xali yaxshi. Hamda buning bo'yiga taxmin muntazam holatda, sistemli holatda jiboday qilib, andan do'yinimni taxmin yaxshi yurgizish planim bor. Andan keyin shu saknaga birinchidan o'zimni bir sinab boqay, ikkinchidan shu ustozlar bilan naq maydonda bir ko'rishay, andan keyin naq maydonda o'zimning bir qanchalik nimam bor shuni bir ko'rib boqay deb keldim. Unda bo'lsa bundan keyingi sizning nishoniniz hamda mush programmamizga qatnashishdagi maqsadingizmi jiboday xo tarafga to'g'rida bevosita naq maydonda setishga, shundaqmi? Bo'ldi, unda bo'lsa biz ustozlarning bahosini olib boqaylik. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Boyatadan avday xo qilganni ko'rdik. Shu jiboda deydigan gaplar chiqqan analdiganlar bir alam qolib ammo 8 milsonlar ko'rdim yana yo'qotgan bir milsonlar qaytsatdimiz. Ashlavulda shu halqa. Alamaydigan oldu, boshda birinchilab sotgandalqa, da 2 kilim paqirganlar oldu. Birdamdan shit apgan keyin alami qiziqib og'iz kuldi. Chaqana oldi, yana oldiganda 8 milsonlar. Keyin voy bakan bir chiqqan ashta. Umjadan bor. O'xshash ashta chiqdi. Siz mening mal setib baqqanimni ko'rib baqqanmi? Yo'q, lekin jibo aşkınızını ko'rmay davomli. Men mal sotganimni bir ko'rib baqqanmisizlar. Mening mal sotganim bilan qatti Şinjan'daki şu jubalarning ichida halqi duyi var, birdan bir hechkimga o'xshamaydigan aytliq satdim amal. Masalan, qanday o'xshamaydi ular? Masalan, uni deb kelsak, gapakchiq, lekin endi abak eng cho'ng alayidligi. Eng cho'ng alayidligi. Men ozroq xatarlik sotaman. Kulmayman, shutoq. Biramsa? Ha? Bermayman. Biramsa? Bermisan menga. Xo'sh. Bersan bu berdan, bermisan qo'sh qo'yatdim. Qo'yib yutman. Ochiq bilan sotadigan gap ganda. Shu ashta qildim. Biz o'zimizning offensilarini o'ylaymiz-da. Biz masalan
3 xanlıq sallıq, olsa 3 xanlıq sen bu 2 xanlıq sen düşürmez. Veremse, bəməyimə, raz bəməysə, bəməyimə. Qoyuşamız kət. Ha, onda biz jarayan mal təminləydiganlar bilan bolğan soda jarayan ya. Mal bahasını düşürdigan iş qoy. Ayda qılımız. Bazıları bu Rənagül siz qalğan alqan bu alqı pikede qoymas alqı Cançang. Özünün melin üzət Cançang bu mında qıldı. O Cançangdı mı? Biz alqı dayqo jubu olmağandikin biz yula jubu kirmez. Biz mayda Cançang qılımız. Biz Cançang qısaqma maçta məsələn işte işkimiz turumuz. Şu çanca bilan mən. Aşını deyimə. Malmışda satımə alanlarımda mı da bu neçidin bersə yanımda turub o. Mancıdın bermə. Əməyimə yaqıdılar. Əbbə. Aş ta ki numarını taqavatqıçilik dərəcədə sıxı məndən gelini. Bə. Əməyimə mən işini qıl üçür vətdim jubonu xoş ketimiz. Aşda azırıq. Koyşu düşü cıqla köyməp dominikine. Koyşu köygen bolsa. Sizdek aqsaqlık qılınmaydı da hem de. Ya tutaqan meni badapçı. Mide bak. Bundikiler de tutmuş. Yok men loqiyam nima ko'rib boqqanda biza yuzim set boqmam üdüdü. Cıqlalar ötüsünə baxın ötməyəndən. Selam ikinci qadım. Köpçülük var. To'g'ri, endi lavhiyning degini bo'yicha endi lavhiyning o'ziga xos alohidligi bor. Endi lavhiyning mush alohidligidan foydalanib, mana mushta qilay desakmi, endi o'zimizga tushadiganini tanlashimiz kerak-da. O'sha munidan u hayshi shuncha so'zi degandek endi hammamiz o'zimizning yo'limizda mang'inimiz yaxshi bo'ladi. Endi o'zininkilik bir fikrlarni yetkazdik. Çoxum meyğizini qabul qilib, shaklni chiqarib etdimiz. Ranagül. Endi Aynur bilan Nasirjon hamda mushchi bo'day xo tarafda endi xili pishib qoldi desak bo'ladi. Ranagül mush tarafda taraqqiy qilg'ispaga bundan keyin. Aynur Yaxshimi Rana? Yaxshimi. Yaxshi tudingizmi? Abaytimi ko'rdiku, jiboday holatini, shuna yaxshi jonliq taktikalari bor ekan, xalqni qiziqtira oladigan. Masalan, shaxsan men shu jiboga kirgan bo'lsam, men qiziqib turib qolmanda, yerda birdan nima situatiyada ko'rmay chiqim. Chunki ham jiboday xoda birinchidan jonliqlik lozim-ku. Ayet shashtirib biz shu xalqni jalb qilishimiz kerak. Jon so'zlab, jiboday xo kirib, qilib o'tdagan bilan ayet xalqni jalb qila olmaydi, odam kirmaydi jiborimizga. Buldiki hamma jihatlardan yoqtirdim, tushidiki bizga-mi-chu. Endi asosliq bu yoqnikan bugun shu program kelishga maqsad, nishon, nima bilsak, shuni qarta qilsak demakchi. Aniq maqsad nishon, shu bundan keyin o'zimning kasbini shu to'yin sohasida, shu tur sohasida texmi yaxshi taraqqiy qildirish, mayli jibo etish bo'lsin, mayli film ishlash jihatdan bo'lsin, ash jihatdan texmi yaxshi taraqqiyotlarga erishish uchun shu sahnaga keldim. Endi abayliqqa o'qigan narsasi ta'sir qildi-da. Chunki o'zimiz bo'lib, o'zim bo'lib yashaymadingizmi? Bizniki kollektivga hamda davomliq meniki tashabbus qildiganim ham kollektivimdagilarga davomliq birinchi bo'lib o'tadigan darsim shu. O'zingiz bo'lib yashang. Uyda hamda aynaklar qarab, vaqirab, jaqirab, sakrab o'ynaysiz. Sirtlarga chiqqanda ya bo'lmasam, o'sha ekran oldilariga kelgan chaqdimi, siz shu haqiqiy uydagi o'zingiz bo'lib o'zingizniki xosligi bilan shu har qanday saknda namoyon bo'ling deb tunji deydigan gapim, to'liq ta'kidlaydigan gapim shu. Shuningga men bir yerga kollektivim bilan borsam, erkin ozoda, xushchaqchaq ashlar bilan do'stlashib, o'ynab, baqirab, jaqirab, biz animada o'ynagan vaqtida ashxallar qolmadi, yashaydi varanchilik qilmagan. Ham shunchalik erkin holatda, erkin xo'shal vaqtimizda yaxshi ro'yi holat bizni yaxshi natijalarga boshlaydi. Menimcha shu siz boy o'qigan narsa hamda o'zingizning qalbidan shu bo'lib, men shu ko'ngilingizdan chiqqan gap bo'lsa, o'zim yozaman. Demak, sizdan cho'qim yaxshi natija chiqadi. Yaxshi, yaraysiz. Qani, ustoz tanlang. Men shu Nazim qizdiki, shu liderlarni tanlay o'zimning kasbdagi masalatda. Nishoningizni bekitdingiz, ustozni tanladik. Endi Aynur, qani, tanlashinglarni anglaylik. Hallidan sizni qarshi olamiz. Rahmat. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Qani, Ranagül. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Mana bizning Ranagül o'zining arzu-armoni bo'yicha Nazim qiz guruhiga qadam qo'ydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, suyimli to'rdoshlar, programmamiz uchun ajr singdirayotgan ajr egalari, shundaqla programmamizga ham nafas qilayotgan qobillar. Programmamizning bu soni mushada oyoqlashdi.
To'rdoshlar cho'ng sahnasi programmamizning har sonida sizlar uchun sarxil mazmunlarni tayyorlashga tirishchanlik ko'rsatamiz. Shundaqla qimmatli vaqtini chiqarib bugungi programmamizda biz bilan hamnafas bo'lgan har bir ko'rminimizga yuragimizning eng cho'nqir qatlaridan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga har bir kuninglarning xushallik, xotirjamlik, omonlik, boy-boya shodlik ichida o'tishini umid qilamiz. Shundaqla Nazim qiz To'rdoshlar cho'ng sahnasi programmamizning hayotinglarga, turmushinglarga xushallik, zo'r ma'nolarni ato qilishini umid qilamiz. Keng san ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Mening bu sahnaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, bu yerda qandaqdir meniki tanlash yoki tanlanish, shanlanish men uchun ancha muhim emas. Odam bir yoshligida o'zi qilg'isi bor ishni bir sinab boqsa, qisi bo'ladi deb o'ylayman. Shunglashqa bir o'zimni naq maydonda bir sinab boqay deb o'yladim.